Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana ajoyib bugun so'ri kravatlarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishlaring mumkin. Komplet holatda ishlarimiz sizlarga to'liq ko'rsatib o'tib ketaman. Mana old oyoqlarida gulli bo'lganda gullari bor. Oldira qo'yiladi abzatini. Nomi ham qora qosh. Ko'ryapsizlar. İşlerimiz ma'qul kelgan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, savollar bo'lsa kommentariyada yozishlaring mumkin. O'zimiz hunarmand, birinchi qo'l, adashmanglar. O'zimni-yu, o'zim tayyorlayman. İşte sifati, baquvvatligiga, yaltillashlariga behijolat misol. O'zim bemalol shu narsani ustida ishlayman. Ishonaman ishimga. Oyoqlariga keladigan bo'lsak, to'liq ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak sizlarga. Oyoqlar qattiq materiallardan tayyorlanadi, doimgidek qayrag'och, yong'oq, chinorlardan tayyorlanadi. Razmerlariga keladigan bo'lsak, 210 ga 270. Hozirda bu so'rimiz zakaz bo'lgan Toshkentga, ya'ni Angranga. Mana xonlarimiz so'rimini cho'l atrofida 85 dan 80 dan hisob olingan. Bu skem ekanmiz ana. Qonni gulli bo'lgan. Delalari ham inatig'dan bo'lgan. Mana ko'rib turibsizlar. Komplet holatda. Ya'ni siviner deydimi? Bir xil ko'rinishda-da endi xudo xolasa. Mana oyoqlarini ham gulli bo'lgan, sal uklon bo'lgan. Ko'rib turibsizlar. Uklon bo'lgan. Ko'rinishlari ham yaltillashlar behijolat. Mana doddegiz var yaltillashlar. Bu so'rimiz ham bor ekan, bitmagan holatda. Bu ham zakaz. O'zimni qo'shni mahallaga, o'zi usta. Men ishimda ma'qul kelgani uchun o'zi ham o'zimga o'xshagan hunarmand usta. Bu ham ustaga qilib bering degan uchun qilib beryapman. Ko'rib turibsizlar. O'ta dahshat chiqqan. 2,5 ga 3 arka so'ri. Muchaqchalar yopishtirilgan, old oyoqlar o'yilgan. Ponni o'yma. Bular narxi sal qimmatroq yuradi. Mana shu uy o'zimniki, ko'rib turibsizlar. Ishxonam bu tarafda, mana o'g'lim yuribdi. Ko'rib turibsizlar. Ma'qul kelgan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Savollar bo'lsa o'sha gap kommentariyada yozaverasizlar. Do'stlar, obuna bo'lish hech qachon esdan chiqmasin. Bizga o'xshagan hunarmandlar poddeshka qilasizlar degan umiddaman. Hammasi uchun kattakon rahmat. Ko'rishganda ko'rishguncha do'stlar. İşte o'sha gap. Sifati, baquvvatligi behijolat. Yaltillashlar tindiramiz, yaltillashlar. O'ldirib yuboramiz afsh. İşte ko'rib turibsizlar. Kechki salqinda olinyapti. Bularga kunduzi yarki ertalab holatda ko'rsalar, afsh doddegiz boradi. Qora qosh. Ma'qul kelganlarga aloqaga chiqishlari mumkin. Ko'rishganda ko'rishguncha azizlar. Biz xudo xolasa doim sizlar bilan birgamiz.